Bugungi mavzuyimiz narkomaniya. Narkomanlar kamdan kam faqat narkoman bo'ladi. Ko'pincha alkogolik bo'lishi mumkin, kompyuter o'yinlariga berilgan bo'lishi mumkin, qimorboz bo'lishi mumkin. Ya'ni qancha kuchliroq narkotik qabul qilgani sari qo'shimcha qaramlik ham ko'payaveradi. Kokain, geroin qabul qiladigan bo'lsa, yoniga promiskuitet munosabatlar qo'shilishi mumkin, alkogolizm va hokazo. Bu insonlarda, qaram insonlarni hammasida impulslarni boshqarish ishlamaydi. Ichidan kelgan xohishlariga yo'q deb javob berish ishlamaydi. Shuni ketidan kompulsiv ovqatlanishlar, ochoqatlik bo'lishi mumkin, qo'shimchasiga shirinlikka ruju qo'yish bo'lishi mumkin. O'zi umuman narkomaniya kamarbid kasallik. Ko'pincha antisotsial shaxsiyat buzilishi bilan ketishi mumkin, bipolar affektiv shaxsiyat buzilishi bilan va hokazo. Ya'ni bir o'zi yuradigan kasallik emas. Narkomanni portretini aytib o'taman. O'zi ko'p kuzatsangiz narkomanlarni, keyinchalik mana shu portretini eshitsangiz, kuzatganingizda bilib oladigan bo'lasiz, narkomanmi, narkoman emasmi. O'zi narkomanlarda hech qanaqa nazorat yo'q, strategiya yo'q hayotida. Umuman xulosa qilish yo'q, tajriba orttirish yo'q. Hozir va shu yerda bugungi kuni bilan yashaydigan insonlar, hech narsani o'ylamaydi, hozir momentda yashaydigan insonlar. Xuddi 40 yashar bo'lsa ham 14 yashardek o'zini tutadi, o'spirin davrida qotib ketgan miya. 50 yoshga chiqqanda ham agar yoshiga yetib borsa, 14 yoshli o'spirindek o'zini tutaveradi. Mas'uliyat nol, umuman o'ylamaydi mas'uliyat haqida. Hech qanaqa tanqid yo'q o'ziga nisbatan, tashqaridan qarolmaydi. Haddan ortiq emotsional nimjon. Agar haqorat qilib qo'ysangiz, sal bosim o'tkazsangiz chidolmaydi, darrov o'sha narkotikni qabul qilishga o'tib ketadi. Salga xafa bo'lib qoladi, arazlaydi, juda bir his-tuyg'uga beriluvchan insonlar va butun fikri, butun o'y-xayollari mazza qilish haqida, rohat qilish haqida. Qayerdan nima qilib rohat olsammikin, nima qilib mazza qilsammikin, faqat shuni o'ylab yuradi. Bir tarafdan juda ham qiziqarli insonlar, aytganimdek hozir va shu yerda yashaydi, hech narsani o'ylamaydi, mazza, ketdik, zo'r, qani uni qildik, buni qildik, lekin kelajagini ham ko'rmaydi, bu o'tmishini ham o'ylamaydi, hech narsani o'ylamaydigan, hozir va shu yerda yashaydigan insonlar, mas'uliyatsiz. Keyin qo'rqoq bo'ladi, narkomanlar qo'rqoqroq bo'ladi, sotqin bo'ladi. Hamda ularda shunaqa narsa borki, odamlar narkoman, ayniqsa stajli narkomanlarni yurish turishida o'zi bilinib turadi. Ko'plari qamalib chiqqan bo'ladi, ko'plari tishlari yo'q, gepatit C bo'lgan, o'zi tashqi ko'rinishdan bir ahvol bo'lganda ham odamlar jirkanadi. Bunaqa odamlardan jirkanadi, hurmat qilmaydi, qo'shgisi kelmaydi, hech qayerga chaqirmaydi va mana shunaqa mensimagan, yoqtirmagan, jirkangan nigoh bilan qaraydi insonlar. Bu narsaga narkomanlar o'rganib qolgan. Eng qizig'i, vaqt o'tgan sari emas, bolaligidan o'rganib qolgan. Bu nigohga mensimaslik, tepadan qarash yoki jirkanishdek bo'lgan nigohga bolaligidan o'rganib qolgan. Sabablardan biri ham shu. Buni keyin sabablariga kelganda aytaman. Yana bunaqa narkoman odamlarning yaqinlari bilan gaplashsangiz, aytadiki, juda ham yaxshi, yaqin inson deydi. Agar shu narkomanligini hisobga olmasa deydi, juda ham yaqin insonim deydi. Mana shu boshimga ish tushsa, dardimni aytgim kelsa aytsam deydi, zo'r meni tinglaydi, qo'llab-quvvatlaydi, prям juda ham yaqin insonim deydi. Ayoli yoki onasi bo'lsa ayniqsa. Lekin hozirgina yaqin inson bo'lib, qo'llab-quvvatlab eshitib beradi narkomanlar haqiqatdan. Bir sekundda shaytonga aylanadi. Qanaqadir bir sekundda deydi, o'sha ayniqsa ayol aytadi, hozirgina yaxshi bo'lib o'tirgan odamni tanimay qolaman, bir maxluqqa aylanadi, qo'rqib ketaman deydi. O'sha yerda o'zida haqorat qilishi mumkin, yolg'on gapiradi, sotadi deydi, o'g'irlik qiladi deydi. Xullas, tani bo'lmaydigan 180 gradusga o'zgarib qoladi deydi. Mana shunaqa insonlar. Doimo qanaqadir o'sha yaqinlari shay turadi, qanaqadir hozir nimadir bo'ladi, vaziyatni nazorat qilib turishga majbur yaqinlari. Bir tarafdan juda ham qiziqarli, xarizmatik insonlar aytganimdek, lekin juda ham xavfli. Noshukur, psixoterapiyaga kelganda ayniqsa narkomanlar bilan ishlasangiz,
yaxshi bo'ladi, kuchayadi, tuzaladi, boshqa qiladi, lekin bilmaydi. Qanaqadir qayta aloqa bo'lmaydi. Qadrsizlantiradi, qilgan mehnatingizni qadrsizlantiradi. Nafaqat psixoterapiyada, o'zi oilasidagi ko'maklashayotgan odamlarga, do'stlariga, boshqalarga qanaqadir olgan foydasini bilmaydi. Ichida judayam kuchli aybdorlik hissi bor. Bu ham bolalikdan kelib chiqqan aybdorlik hissi bor. Sabablariga kelganda aytaman. Va o'ta kuchli qo'rquv bor. Juda kuchli qo'rquv yeb tashlagan narkomanlarni. Shuning uchun ham mana shu qo'rquvni, aybdorlik hissini his qilmaslik uchun ham narkotik qabul qiladi. Kommunikativ insonlar juda ham muloqotchan, do'stlari juda ko'p, tez do'st orttiradi. Do'stlari ham aytganimdek, bu narkoman inson qiziqarli bo'lgani uchun hozir va shu yerda mazza qilib bir bolalarcha beg'ubor bo'lgani uchun do'stlashadi. Lekin aytganimdek sotqin, bir pasda sotib ketadi, o'g'irlab ketadi narsangizni, yolg'on gapiradi. Shuni natijasida hamma narsasidan ayriladi. Endi sabablariga aytaman, kelamiz. Sabablari bir nechta faktorlarning yig'indisidan iborat bo'ladi. Albatta, birinchi o'rinda biologiya, birinchi o'rinda nasl. Narkoman yashab o'sgan oilada albatta boshqa qaramlikka uchragan inson bo'ladi. Yo narkoman ham, yo boshqa qaramlik. Ya'ni mana shu aytganimizdek impulslarni boshqara olmaslik bu nerv tizimi bir xususiyati. Oddiy odamda, o'zi hamma odamda xohishlarimiz bo'ladi. Uni xohlayman, rohatlanish xohlayman, uxlashni xohlayman, ovqat xohlayman, shirinlik xohlayman, ayol kishi, erkak kishi. Mana shunaqa xohishlar bo'lganda, unga qayta javob beradigan tanqidchimiz bo'ladi. Nerv tizimida tanqidchi emas, tushunarli bo'lishini aytaman. To'xtab tur, hozir emas, keyinroq, mumkin emas deb to'xtatadigan, boshqaradigan yoki o'rniga o'rin boshqa narsa beradigan irodaga o'xshagan xususiyat bo'ladi. Narkomanlarda esa bu narsa yo'q. Xohladimi qiladi, xohladimi qiladi. Mana shu impulslarni boshqara olmaslik bu nerv tizim darajasida nasldan naslga o'tadi. Ya'ni bu yo otasida yo bobosida ham narkomaniya bo'lmagan taqdirda ham alkogolizm bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bir qaramlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyingisi sabablardan yana keyingisi disfunksional oila bu. Disfunksional deganim shu oilasida albatta narkomanni yetishtirib chiqqan bitta, kamida bitta judayam hukmron inson bo'ladi. O'zini hammadan ustun qo'yib, uni ezib tashlagan inson bo'ladi albatta, yo otasi yo onasi. Mana shuni o'zi qanday qilib narkoman yetishtirish kerak degan savol bo'lsa, hech kim bunaqa savol bermaydi-yu. O'zi narkoman yetishtirib chiqarish uchun, oilada qanaqa narkoman paydo qilish uchun ikkita sharti bor. Birinchisi, bolani mustaqilligini olib qo'yish. Bolani mustaqilligini olib tashlaysizda, hamma narsasini o'rniga o'zingiz qilib beraverasiz. Endi o'zi qilib ko'raman desa, qila olmaysan, to'kasan, o'zim qilib beraman. Endi o'zi bog'laymisan, bog'la olmaysan, o'zim qilib beraman. Uni yedirib qo'yaman, unini tikib beraman, uni olib borib qo'yaman. Kattaroq bo'lganda muammoyini o'zim hal qilib beraman. Sen o'tirib tur, jim o'tir, sen qila olmaysan, o'zim eplay olmaysan, baribir ham o'zim qilib beraman, o'zim deb bolani mustaqilligini butkul olib qo'yasiz. Keyin bola bu narsaga o'rganib qoladi. Mana qanaqa qaramlik paydo bo'ladi. Oyim qilib beradilar, adam qilib beradilar degan narsa bilan o'rganib qoladi bola. Va haqiqatan ham qilishni bilmagandan keyin qaysidir momentda jahli chiqadi. Nega hech narsani qila olmaysan? Shuni ham qila olmaysanmi? Shuni ham eplay olmaysanmi? So'tak, lattasan, bir tiyinga qimmatsan degan nima bo'ladi? Haqorat qilish. Ya'ni birinchi shart mustaqilligini olib qo'yish bo'lsa, ikkinchi shart o'sha mustaqilligini olib qo'yganingiz uchun qila olmayotgan ishlariga jahlingiz chiqib haqorat qilsangiz, mana tayyor narkoman yetishib chiqadi. Bunda bola men eplay olmayman, men hech narsani bilmayman, men hech narsa qilishni o'rganmaganman, qo'limdan kelmaydi, chunki men ahmoqman, noshudman, dovdirman, so'takman, lattaman deb o'sadi. Nima bitta qilib aytadigan bo'lsak, men yomonman, men aybdorman deb o'sadi. Mana shu yerdan o'ziga nisbatan juda kuchli aybdorlik hissi shakllanadi. Aybdorlik hissi eng og'ir hislardan biri. O'zi hamma odamlar uchun o'zini aybini tan olish va bu shu aybini ushlab yurish, aybdorligini tan olib his qilib yurish juda og'ir hissiyot. Inson uzoq muddat aybdor bo'lib yurolmaydi. Ayniqsa impulslarini yaxshi boshqara olmaydigan insonlar aybdorlik hissi kelganida borib yo ichkilikdan yo boshqa shunaqa psixoaktiv moddalardan foydalanib unutishga harakat qiladi. Mana qanaqa narkoman shakllanadi. Xo'p, endi
Davolanishga keladigan bo'lsak, davolanishda umrbod davolanadi. Umrbod, ya'ni sobiq narkomanlar bo'lmaydi. Deyishadi-ku, sobiq narkoman bo'lmaydi. Narkoman umrbodga narkoman. Lekin o'sha umrbod psixoterapiya, umrbod umuman boshqa terapiya qilinganda o'zini o'zi boshqarib, cheklab tursa, yillar davomida balkim umrbod boshqa qabul qilmasligi mumkin bu moddalarni. Lekin qabul qilgisi ketib qolmaydi. O'sha xohish bo'laveradi. Qanaqa bo'ladi bu? Avvalo medikamentoz davolanadi. O'sha klinikalarda, narkodispanserlarda o'sha narkomanni qoni yuvilinadi, detoks qilinadi, tozalanadi. Ana undan keyin o'sha klinik psixologlar qo'shiladi, psixoterapevtlar, narkologlar, boshqalar. 12 qadam metodi bor. Eng yaxshi metodlardan biri o'sha avvalo inson o'zini narkomanligini tan olish kerak. O'zi juda kamdan kam holatlarda tan oladi. Endi o'sha yerga borganda sekin-sekin psixoterapiya qilib, sekin-sekin tan olinadi. Men narkomanman, narkotik mendan ustun bo'ldi, men yengildim deb avvalo tan oladi. Ana undan keyingi qadamlarni sekin-sekin amalga oshiriladi. Keyingi qadamlarda mana qanaqadir bir tushuncha berilishi kerak. Narkomanga oliy kuch bor, oliy bir energiya bor. Hammada har xilda. Mana masalan, musulmon insonlarga Alloh dinni tanitiladi. Boshqa din vakillari bo'lsa, ularga cherkov, ya'ni narkomanni narkotikni olib qo'yib tuzatganingizdan keyin qalbida bo'shliq qolib ketadi. Qaramlilikni olib tashlaganingizdan keyin o'rniga o'rin boshqa qaramlik bermasangiz, bu qaramlik yana qaytib keladi. O'zi umuman qaramlilik butkul davolanmaydi. Uni o'rniga boshqa qaramlilik bilan, konstruktiv qaramlilik bilan davolash kerak. Aytganimdek, narkotikni olib tashlasangiz, o'rniga xuddi shunga teng ahamiyatga ega, teng qadrli narsa berishingiz kerak. Undan ham o'sha rohatni, o'sha kayfni, o'sha unutishni, o'sha yengillashishni ola olish kerak. Va eng zo'ri, aytganimdek, o'zbeklar bo'lsa musulmonligi, mana din ko'pincha shu eng effektiv, men ko'rganlarim eng effektiv yo'li narkomanlar davolanayotganda dinga mukkasidan ketadi. Dinga beriladi, shunchaki namozlarni o'qimas, qanaqadir o'ta kuchli berilib ketadi dinga. Lekin bu ancha konstruktiv, ancha foydali va kuchli o'rin almashtirish hisoblanadi. Xuddi shunaqa, agar boshqa din vakili bo'lsa, cherkovga boradi yoki boshqa qanaqadir bir oliy kuch bor, tepada oliy kuch meni boshqaradi, o'shanga bo'ysunaman deb boyagi narkotikdan oladigan yengillashishni boshqa endi o'sha oliy kuchdan olishi kerak. Yana o'sha psixoterapiyasidagi eng muhim jihatlardan biri bu narkomanni uyidagi o'zaro qaram insoni bo'ladi. O'zaro qaram degani sozavisiy odamni, o'sha narkomanni doim qo'llab kelgan, doim narkoman bo'lishiga turtki bo'lgan insoni bor. Boya aytgandek, sababchisi yo otasi, yo onasi bo'lishi mumkin, yo ayoli ham bo'lishi mumkin agar erkak kishi bo'lsa. Ya'ni u o'sha peridozda yotganda, qarzga botganda, muammolarga botganda borib o'sha muammolarni hal qilib keladigan, o'ziniga hal qildirmasdan ishini yopti qiladigan, militsiyaga tushganda militsiyaga borib pulini berib uni qaytarib olib keladigan, jazolashga qo'ymaydigan inson bo'ladi. Bir tarafdan qarasangiz yaxshi ko'radi-ku, qutqaryapti-ku deb uni yoniga olishingiz mumkin. Lekin aynan mana shu qutqarishlari bilan bolani battar narkoman bo'lib ketishiga olib keladi. Shu sababdan o'zi men narkomanlar juda kamdan kam holatlarda bo'ldi, men davolanishim kerak deydi. Juda ham kamdan kam holatda. Chunki doimo uyda onasi qo'llaydi, voy bolajonim, yaxshi bo'lib ketishing kerak, mana bor ishingdan ayrildingmi, boshqatdan joylab qo'yaman. Voy qarzga botib ketdingmi, mana qarzlaringni to'lab qo'y deb qo'llab-quvvatlagan. Mana shu narsadan ayrilsa narkoman, yaqinlaridan, eng sevganlaridan, umuman eng qadrli narsalardan ayrilsagina miyasiga yetib kelishi mumkin, davolanishim kerak deb. Lekin toki bu qo'llab-quvvatlashlar, bu yaqinlari atrofida girdi-kapalak bo'laverar ekan, ikki dunyoda o'z xohishi bilan davolanishiga yetib kelmaydi. Bunaqa holatlarda borib majburiy gospitalizatsiya qilib davolatish shart. Shuning uchun ham eng qiyini, boya aytgandek, o'zaro qaram, ya'ni sozavisiy odam bilan ishlash kerak. Narkomandan tashqari o'sha onasi bilan yoki xotini bilan ishlanadi. O'sha narkoman odam hozir klinikadan keladi, endi davolanib chiqdi. Endilikda bunaqa qilmang desangiz, yo'q deydi, men unga yordam berishni xohlayman, men uni yaxshi ko'raman, menda emas muammo, o'zida, men uni faqat qutqaraman deb tan olmaydi. Mana shu qutqarishlari bilan uni barbod qilayotganini tan oldirish
eng qiyini. Mana shu narsa bilan ham ishlash shart. Va narkomanni o'ziga o'sha 12 qadam terapiyasini o'tayotganda ustoz ajratilsa eng zo'r narsa. Ustoz degani o'sha yo'l boshchisi aynan o'zini boshidan narkomaniyani o'tkazgan ustoz bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Chunki mana shunaqa ustoz yo'l boshchilari ular narkoman bilan ayniqsa eng boshida 24/7 aloqada bo'lishadi. Narkoman boshida xumor tutadi, jahli chiqib ketadi yoki bir stressli holatga uchrab qolsa, yana darrov narkotikni qabul qilishga, qidirishga tushib qoladi. O'shanaqa paytda darrov bu ustoziga telefon qiladi, kechasi 3 bo'ladimi, ertalab bo'ladimi, farqi yo'q. Telefon qiladi, ustoz uni tinchlantiradi, qo'llab-quvvatlaydi. Bunaqa ustoz boshidan o'tkazgan, o'zi ham avvalgi narkoman bo'lsa, zo'r tushunadi, zo'r tushuntiradi hamda o'sha narkomanni miyasiga quyib, davolanish uchun turtki bo'lib, qo'llab-quvvatlaydigan eng katta kuch mana shu ustozlarda bo'ladi. Mana shunaqa ustoz ajratilmasa, narkologga ham, psixologga ham, terapevtlarni ham kuchi yetmaydi. Shuning uchun avvalambor o'zi ham avval narkoman bo'lgan ustoz ajratilsa, hozir tuzalib, endi shu narkomanlarni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lib ishlayotgan ustozlar bo'lsa, eng zo'r terapiyani bir qismi hisoblanadi. Hop, keyin klinik psixologlar nima qiladi? O'sha 12 qadam metodini qilganda har bir qadam yozib chiqiladi. Masalan, agar mana endi klinikadan chiqdim, do'stlarimni ko'rib qolsam, yur deb yana meni chaqirishsa, o'sha eski do'stlarim nima qilaman deydi. O'zi umuman bu eski do'stlarim bilan munosabatni to'xtataman yoki bular bilan aloqani uzaman yoki tushuntiraman, yo'q deyman deb o'sha alternativ javobni tayyorlab qo'ygan bo'lishi kerak. Yoki stressli holatga uchrab qolsam, siqilsam nima qilaman? Yaxshi ko'rgan qizim bilan urushib qolsam nima qilaman? O'sha paytda darrov narkotikka yugurib bormayman. O'rniga mana bunday qilaman, o'rniga mana shunday qilaman deb alternativ javoblari yoziladi. Mana shu terapiya jarayonida har bir bo'lishi mumkin bo'lgan holatga tayyor javob yozib, shunga tayyorlanib yuradi. Hamda samarefleksiya deyiladi, o'zini o'zi refleksiya qilish o'rgatiladi narkomanga. O'sha ayni damda nimani his qilyapman, bunaqa hissiyotimni qanaqa qilib yengsam bo'ladi yoki nima qilib chiqarib tashlasam bo'ladi. Ya'ni o'zini hamma his tuyg'ularini juda ham yaxshi anglay biladigan bo'lib qoladi. Kelajakda bunaqa narkomanlardan juda ham yaxshi psixologlar ham yetishib chiqishi mumkin. Hamda eng yana asosiy vazifa, eng asosiy shart tuzalish uchun rejim, kun tartibi. O'zi rejim, kun tartibi nafaqat narkomanlarga, balki barcha boshqa qolgan qaramlik turlariga, umuman kasalliklarga, umuman hatto sog'lom insonlar muvaffaqiyatga erishish uchun ham rejim eng birinchi shart hisoblanadi. Har bir daqiqasi yozilgan bo'lishi kerak narkomanni. Ertalab soat 8da vrachga boraman. Soat 12da psixoterapevtga boraman. Soat 5da anonim narkomanlar guruhiga borishim kerak. 12 qadamga borishim kerak deb har bir daqiqasi yozib chiqilgan bo'lishi kerak. Ya'ni narkomanni bir daqiqa ham bo'sh vaqti qolmasin. Daydib, izg'ib yurishga vaqti qolmasa, mana shu terapiyani garovi hisoblanadi tuzalish uchun. Bugunchalik shu. Sizlarni o'zimni individual konsultatsiyalarimga taklif qilaman. Kontaktlarim shu videoning tagida qoldirilgan. Sog' bo'ling.